Westminster xalqaro universitetini birinchi qaldirg'ochlarimiz. Bu rasmni biz qo'yamiz epizodga. Murshod aka Westminster universitetini ochib bergan, shaxsan lentasini kesgan talabalardan bo'ladi. O'sha payt bilasizmi, men juda ham bir aktiv bo'lganman. Chunki tayanadiganim faqat o'sha bilimim, ko'nikmalarim, tanish bilish degan imkoniyatlarim yo'q. Talabalar orasidan meni tanlab oldilar. Islom Abduganiyevich Karimov bilan uchrashasiz dedilar. Assalomu alaykum, hurmatli Islom Abduganiyevich. Mana shunday ulug' dargohning tasmasini kesishi sizga topshiramiz. Muqaddas dargohni bizga ochib bering deganimda, ular tarafdan menga javob bo'ldiki, o'g'lim, bu oliy dargoh sizlarniki va bu yerning kelajagi sizsiz. Bu dargohni tasmasini kesishi o'zingizga topshirsam xo'p bo'ladi dedikda. Davlat rahbari bilan tanishgan birinchi epizod edi hayotimda. Lekin oxirgisi emas. Lekin oxirgisi emas.